Assalomu alaykum. Mani ismim Yuldasheva Zulxumor Nigmatovna. Oliy toifali akusher ginekolog. 13-14 yildan beri shu sohada ishlab kelaman. Men bu sohada 13 yildan beri shug'ullanib kelayotgan bo'lsam, ayollarda bo'ladigan bepushtlik kasalliklari, homiladorlik davrida kechadigan kasalliklar bilan ambulator davolash usullari, konservativ davolash usullari va operativ davolash usullari bilan shug'ullanib kelaman. Gastroskopik tekshiruv bu nima uchun qilinadi? Maqsad homiladorlik bo'la olmayotgan ayollarda sababini tekshirish maqsadida yoki qon ketish bo'lganda bachadon ichida bo'ladigan holatlarni o'rganishda, bachadon ichi poliplari, bachadon ichi submukoz miomalari va bachadon ichidagi o'sha siniyalar yoki perigorodkalarni aniqlash, kesish va davolash usullaridan bittasi hisoblanadi. Shu usul bilan shug'ullanib keladi. Agar sizda shunday muammolar bo'lsa, ya'ni ginekologik muammolar bo'lsa, homilador bo'la olmayotgan bo'lsangiz yoki bachadondan qon ketish holatlari bo'lsa, bizda shu usulda, ya'ni gastroskopiya tekshiruvlari bilan sizdagi kasalliklarga tashxis qo'yish va davolash uchun quyidagi telefon raqamlariga yoki Medical Park klinikasiga murojaat qilishingiz mumkin va biz sizga yordam beramiz.